Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Dakan ishqibozlar, Parvoz aka ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu kanalimizga ham video qilib turaylik. Ko'pchilik bu kanalimizga ham obuna bo'lishni boshlayapti. Xudo xolasa obunani bosasizlar, xudo xolasa. Chiroyli skidkalar qilib beryapmiz obunachilarga. Joning sog' bo'lsin. Hamda Telegram kanalimizga o'tib olasizlar. Telegram kanalimiz Hoshimov TV. Lotinchasiga Hoshimov _TV deb sizlarning Telegramdan chiqadi. Yo'qolaversa kommentariyaga, silkaga kommentariyaga yozib qo'yapmiz. Joning sog' bo'lsin. Mana xo'rozni dagari xudo xolasa. Moshina bunaqa xorozlarni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Yaxshi videolar, yaxshi kontentlar sizlarga tomoshaga zerikmasdan kunda yaxshi o'tkazinglar degan ma'noda qo'yib qo'yapmiz. Ishqibozlarga buni egasi $300 narx aytgan o'rtoqlar bilasizlar. $300. Bu bizning xizmat haqimizga o'tgan, lekin biz kelishtirib beramiz. Taguni toza, onasi turk, otasi Koreya zotlar bular. Bular xudo xolasa moshni xudo xolasa. Bular yosh, mayda ham oxirroqda chiqqan. Bular endi shu yoshiga to'ldirib 10 oylik qilib bemalol ko'rsa bo'ladi. Ishonchli, garantiyali narsalar bular. O'zi yurishidan, turishidan ma'lum bo'lib turibdi-ku. Joning sog' bo'lsin. Mana kunda xo'rozimiz ham chiqib keldi. 4 kiloli. Bu ham mayisga o'rtoqlar, mayda oxirida chiqqan bu ham. Juda go'zal. Kelib chiqishi juda ham ishonarli. Tagonni bor xo'roz kunda. Puchuskalarini qarang o'rtoqlar kelishganligini. Juda ham chiroyli xo'roz o'rtoqlar. Ishqiboz bo'lganlarga mana sariq oyoqlar juda zo'r bo'ladi-ku. Ranglari ham juda kelishgan. Kelishtirib beramiz imkon qadar. $200 narxi. Bu $200 ga sotilib, bir kishi mendan 2 ta kunda olganligi uchun yana kunda olib qo'ymay degan ma'noda buni ukasini olgan. Ukasi sal kunda emasroq edi. Buni chochlarini qarang o'rtoqlar go'zalligini. Ishqibozlarga beramiz, yelkalari keng. Xudo xolasa hali fiqam yugurmagan, kichkina ko'ryapsizlarmi fiqini? Cho'ja katta bo'ladi, xudo xolasa nasib. Hech bo'lmasa 4 kilo 700, 4 kilo 600 bo'lsin. Endi tulay bo'lgandan keyin semiraveradi. Parvozlar buni biladi. Joning sog' bo'lsin. Buni bo'ylarini uzunligini qarang. Joning sog' bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi xo'rozlar o'rtoqlar tavsiya qilinadigan, oqsa arziydigan, zot olsa arziydigan xo'rozlar. Bularni bekorchilarini Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. O'tasizlar Telegram kanalda qisqa va chiroyli bekorchilarini tomosha qilishingiz mumkin. Kichkintoy hali betlamagan. Bu juda ham yosh. Xudo xolasa mana katta xo'rozlar tagida yuribdi. Voy joning sog' bo'lsin. Ana bo'lmasam sizlarga ranglarini qarang. Ishqiboz bo'lganlarga beriladi o'rtoqlar. To'g'risini aytaman. Bu xo'rozga uncha-muncha xo'roz betlamayapti, nimagadir. Rangi bo'lakchami? Xo'rozlar betlamayapti, ochig'ini aytaman bu xo'rozga. Tan olib aytaman, uncha-muncha xo'roz betlamayapti. Voy joning sog' bo'lsin mana. Katta xo'roz bu, katta xo'roz joning sog' bo'lsin. Juda baquvvat xo'roz. Mana apreldagi o'rtoqlar. Hozir 4,5 kilo kelsa kerak, lekin otasi 5,5 kilo bo'lgan. Xudo xolasa 5,5 kilo o'ynaydi. Joning sog' bo'lsin. Moshni xo'roz. Ay joning sog' bo'lsin. Komplektdan beraveramiz ishqibozlarga mana. Ikkita bankiyon bilan. O'rgan odam maza qiladi. Mana mart oxiriga, mart aprel qilib yirik zotlar chiqadi. Makiyonlar ham yirik, xo'roz ham yirik. Ketaveradi, farqi yo'q.